يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hürmetli qarindoshlar, biz ulug' Ramazon kelish oldi turibmiz. Bu Ramazon nihoyat ulug' bo'lgan ekan. Bu Ramazonning har bir soatlarini, minutlarini, daqiqalarini Alloh eng yaxshi ko'radigan toat ibodatlar bilan o'tkazishimiz kerak. Hamda Allah en yaxshi ko'radigan taat ibodatlardan tahajjud namozi, ya'ni kech o'qiladigan nafl namoz. Biz o'zimizni bir yaxshi musulmon deydi ekanmiz, cho'qim tahajjud namozi o'qishimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda alaykum biqiyamil layl fa innahu da'bus solihin deydi. Sizlar tahajjud namazını üzerine lazım tutunlar. Çünkü tahajjud namazını okuş salih Müslümanlarının işidir deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Her bir Müslümanın en büyük arzusu Allah subhanahu ve ta'ala'ya yakınlaşış. Biz nima uchun taat ibodat qilamiz? Nima uchun Alloh rizoligini izlaymiz? Allohga yaqinlashish uchun. Endi mush tahajjud namoz o'qisak, Allah bizga yaqinlashadi qarindoshlar. Bu vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi ve sellem hadis sharifda aqrab ma yakunu robbu minal abd fi salatil layl deydi. Allah'ın bendege en yaqinlashiga vaqti shu bendening tahajjud namoz o'qigan vaqti deydi. فَاِنِ اسْتَتَعْتَ deydi Resulullah. Eğer sen şu vakitlarda, yani şu keçilerde Allah'ını zikri kıldığın kişilerinin katarından bulalırsan, buval deydi kardeşler. Demek, mana biz kıyam-ı leyli qancaqda Allah en yakın insanlardan bulamız. Endi bu tahajjud namazı muş farz namazdan qalsa Allah en yaxshi ko'radigan namoz. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda afdalus salati ba'dal farida salatul layl degan. Farz namozdan keyin qilib qalsa en afzal namoz mushu tahajjud namozi deb. Endi Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda insonlarga en yaxshi yo'lni, en to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Savoblarninki qanday qilib en kat savob qilishni ko'rsatdi. Bir hadisiyatda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam dedi: "Men sizlarni mush yaxshilikning, ya'ni savobning, ibodatning yo'g'on darvozalariga boshlab qo'yaymi?" degan. "Ya Rasululloh, shunda qilsizlar" debdi. Rasululloh nim dedi: "As-savmu junna" dedi. Ramazon qalqon dedi. Ya'ni ro'za tutish shuni do'zaxdan saqlaydigan qalqon dedi. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ dedi. Sadaqat qilish xuddi suv o'tni o'chirganda gunohlarni o'chirdi. Kech o'qilgan va salatur rajul fi jawfil layl dedi. Ya'ni shu yo'g'on darvoza, yaxshilan yo'g'on darvozalardan biri kech o'qilgan tahajjud namozi deb bo'lib Rasululloh degan. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Yani müminler şundak bir kişiler ki ularının keçileri, bekilleri yotkandan irak oldu. Yani yotkanı taşlap keçileri namaz okuyduğun adamlar da bulup şu ayetten kendim dedi bilemseler. La ta'lemu nefsun ma ukhfiye lehum min qurratu a'yun dedi. Yani muş keçileri namaz okuyduğun kişiler için aşılarını hoşal kıldığın nurgun mükafatlarını Allah üşürüp koydu. Bunu hiç kim bilemeydi o dedi. Yani Allah subhanahu ve teala keçisi tahajjud namazı okuyanlığa yüzü Allah'da bir mükafatını üşürüp koydu. Bu Allah hiç kim bilmeydi, hiç kim bilemeydi o dedi. Kıyamet günüsü tahajjud namazı okuyanlığa acayip bir hoşallık erişedi kardeşler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cennette bir öy var
Bu öy şundaq öyki içide turup teşini kögüldigan, teşi tuğalla içini kögüldigan, yani şundaq bir katta saray depdi. Bir adam ya Rasulullah bu kim üçün dese, keçisi namaz okuyanlar üçün degen qarandaşlar. Hamda bu keçisi tahajjud okuyan adamda muş dünyada iki nimet tepiladi qarandaşlar. Biri tahajjud okuyan adamның yüzüde bir xil nur buladı qarandaşlar. Bu nurdu men aqlıq demedim ha. Yüzü qar bolsunmu bir nur buladı. Şunun için İbn Sirin rahmetullah aleyhden muşu her qandaq adam qarasa bu adam asli qara adam. Her qandaq adam qarasa chiroyidan chiqqan nurga ya Allah davet etdi deydi. Şun bu sana bu iş nereden geldi bu fazilat dese keç o'qigan namazdan degan. Sabit ibn Nabati degan zot ikkinchi ne'mat bo'lsa, Sabit ibn Nabati degan zot shunday edi. Bu zot 50 yil kech namozini tashlamagan zot edi. Tahajjudni tashlamagan zot edi. Dunyoda mush tahajjud namozdimi tatliq bir narsa mavjud emas deyotgan qarindoshlar. Qasam qilib turgan. Valloh deb Alloh bilan qasamki bu dunyoda tahajjud namozdimi tatliq bir narsa mavjud emas degan. Shuning uchun men gapni jiqqamay. Buning ajr savoblari bak ulug' qarindoshlar. Chiroyimizda, qalbimizda iymonning nuri paydo bo'ldi. Mush dunyoda bo'ldi. Ikkinchisi buning lazzati va har bir qarindishimiz mush Ramazonda sinab o'z amili ko'rib beqishni men tavsiya qilaman. Bir kun sira Oyisha onamizning qishig'a bir adam kelib, "Ey Oyisha ona, Rasulullohning sizni hayron qildigan ishdan birini deb berang" debdi. "Ey Rasulullohning qaysi bir ish odamni hayron qildirmaydi? Men sana bir ishni deb beray." Bir kun Rasululloh men uyim kirib yotganda yotdi. Terimiz Rasulullohning badanimga tegishdi. Shom Rasululloh dedi, "Ey Oyisha, agar ruxsat qilsangiz, men bir Allohga ibodat qilishni yaxshi ko'raman" debdi. "Ya Rasululloh, men seni yaxshi ko'raman. Sening mening yenimni bilishni yaxshi ko'raman. Lekin uningdan bak seni yaxshi ko'rganishni men yaxshi ko'raman, qilib ibodat qil" dedim. Rasululloh shu kech namoz o'qib, yig'lab, maydinlari, inkemas maydinlari yo'lib ketdi deydi qarindoshlar. Endi Rasululloh shu o'qigancha tong atqichi yig'lab o'qidi. Bilal kelib, "Ya Rasululloh, nim bo'ldi" degancha, "Menga falon oyat nozil bo'ldi. Men yig'lamay kim yig'lasin" degan. Rasululloh mush namozda lazzatlanmasa, bunday qish o'qiy olam dedi qarindoshlar. Shu Rasululloh nim dedi? "Ju'ilas salatu qurratu ayni" dedi. Namoz mening eng xo'shal bo'lgan bir ne'mat men qilindi. Ko'zimning qori chug'dak eng qimmatli, eng xo'shallik deyapti. Endi bu qiyamul laylning yana bir muhim bir fazilati, biz insonlar g'aflat yashaymiz. Alloh o'zi bizning g'aflat yashayotganligimizni bayon qilib, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun" dedi. İnsanlarninki nama amallarını hesap aldıgan vaqt yaqinlashgan tursa, yana bu insonlar g'aflat holati yashaydi dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nurg'un odamlarning g'aflat yashaydiganligini bu oyatda bekitgan. Lekin qiyamul layl o'qigan odam bo'lsa, mana bu g'aflat, Allah g'aflatlik odamlar degan qatoridan chiqib ketadi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin" deydi. Bir odam kechasi o'rnidan turib 10 oyat o'qib tahajjud namoz o'qisa, bu odam g'aflat yashgan, ya'ni g'ofillarning qatoridan yozilmaydi deydi. Oxirsida men har bir musulmonni bu hadis bilan diqqatni qo'zg'amoqchi. U bo'lsa-mu Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi. Her kechasi kechining 3dan 1 qolganda Alloh subhanahu va taolo dunyo osmoniga tushib, "Hey, menga duo qildigan kim bor, duo qilib olsin, ijobat qilaman" deydi. "Mendan tilaydigan hojati vola hojatini so'rsin, berib o'tay.
Günahı vala günahın tilisin mağfiret kılıp etey dep her kechisi mushunda qildi deydi. Hey Allah her birimizni chaqirib atadi. Hey dua qilib ala duoңni ijobat qilay. Hey günahın tilib ala men günahыңni bir kechirib etey. Hojatың digina ijobat qilib etey deydi. Allohga hojati va, Allohga ehtiyoji va, Allohdan günahını kechirishni tilaydiganlar. Allah'dan duayı icabat oluşunu tilaydiganlar, arzu qildiganlar bo'lsa, dal mush tahajjud namozida qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala bu gapni anlab 2 rakat tahajjud namozi o'qiydigan kishilarning qatoridan qilsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.